Assalomu alaykum. Bugun narkozning eng oddiy turi haqida gaplashamiz. O'zi 3 xil narkoz bor. Umumiy anesteziya, mahalliy anesteziya va spinar anesteziya deyiladi. Umumiy anesteziyada butun odam uxlatib qo'yiladi. Spinar anesteziyada beldan pastki qismi og'riqsizlantiriladi va uchinchisi bor, faqatgina o'sha joyning o'zi, kerakli joyning o'zigina og'riqsizlantiradi va bu mahalliy og'riqsizlantirish deb ataladi. Bemor bu holatda hushida bo'ladi, lekin og'riqni sezmaydi. Asosan kichik va o'rta jarrohlik amaliyotlarida qo'llanadi. Eng ko'p ishlatiladigan dorilar lidokain, navakein yordamida blokada qilib turib, xuddi shu amaliyotlarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Dori nerv impulslarini vaqtincha to'sib qo'yadi, ya'ni blok qiladi va og'riq miyaga yetib bormaydi. Ta'sir odatda bir necha daqiqada boshlanadi, og'riq bo'lmaydi, lekin o'sha joyda bosim va harakat sezilishi mumkin. Operatsiyadan keyin bemor tez tiklanadi, umumiy narkozga qaraganda ancha xavfi kamroq. Ko'p hollarda uyga tezroq ruxsat berib yuboriladi, chunki bu faqatgina o'sha qismning o'zigina og'riqsizlantiradi. Misol uchun tirnoq olib tashlash, furunkul, karbonkul yoki varikosel operatsiyalarda mahalliy og'riqsizlantirish bilan operatsiyalarni amalga oshirishimiz mumkin va bu anchagina zararsiz hisoblanadi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.